Yey, do'stlar, mana xullas aeroportga kelib oldim. Men endi boshqa shaharga uchib ketyapman. Shu orqali men 12 dan ancha uzoqqa qochib keta olaman. Let's go. Of, do'stlar, qaranglar. Hozir mana bu GPS maqsadni shu atrofda ko'rsatdi, lekin umuman atrofda maqsad yo'q. Bilgan bu qayerga uchib ketmoqchiman, jinnimi bu? Yo'q, mana prosta o'zinglar buni o'ylab qaranglar. Sog' odam bitta odamdan qochish uchun umuman boshqa shaharga ketib qoladimi? Aeroportga yashab olish uchun kelmagan inson. Uchib ketishim kerak. Va xush payti do'stlar, qo'limda hali ham o'sha 10 X9 di va bu telefonni men 3-kun zarga qo'yib sotaman va ko'p deganlar, algacha bu telefonim zarkasi tugamagan. Va to'g'risi desam, bu aynan shunaqa telefon bo'lgani uchun men aynan shu telefondan foydalanaman. Va bu paytda Maqsud samolyotga chiqib, odamlarning orasiga yashirinib olibdi. Va men esa GPS orqali Maqsud chiqqan samolyotga chiqib oldim, lekin uni topamadim. Do'stlar, mana hozir Shenzhen shahriga qo'ndim va endi bu shaharning ichkariroqga kirib, 12 dan bemalol yashirinib yursam bo'ladi. Mana jahlimni chiqargan narsa shundaki, Maqsud mendan berkinib olish uchun odamlar ko'p joyga boribdi. Mana qanaqa joyligini o'zingizlar ham ko'ringlar. Va do'stlar, mana men bunaqa parkga kelib oldim. Ko'rib turganingizdek, odam juda ham ko'p. 12 mana bunaqa odam ko'p joydan umuman topa olmaydi. Вот, mana bu atmosferani qaranglar. Давайте sizlar bilan birga mazza qilib aylanamiz. Mana buni qaranglar o'rtoqlar. Bu yerda ko'chada soch oladigan joyi bor ekan. Mana bu ayol kishimi, erkak kishimi bu? Ha, mayli, ketdik. Do'stlar, hozir men qanaqadir parkga keldim. Maqsud mana shu parkda ko'rsatdi hozir. Bilmayman bu park aynan qayerda ekanmashdi. Mana tezroq yugursangiz tuta olamiz. Do'stlar, bu parkning kattaligini o'zingizlar qarang. Maqsud qayerdasan? Umuman bilib ko'rolmayapti. Nu, lekin. La, bu yerda ko'rsatmayapti lekin. Umuman park boshqa ko'rsatdi. Park vashcha katta-yu. Atmosferani qaranglar, Halloweenga tortadi-yu. Давайте kirib ko'ramiz. Yengil plastmassa. Mana uni kattaligini. Taka 12 kez mana shunaqalar orasiga kirib olsam bo'lar ekan-a. Bu hammaylar o'rtoqlar bu yerdan tezroq lekin ketish kerak. Bilib bo'lmaydi, omoniki oldimdan ham chiqib qolishi mumkin. Do'stlar, orqam to'la odamlar va o'ylashim bo'yicha Maqsud o'shan orasida. Lekin ko'rmaga o'xshab o'tirib topib olamiz. Keting. Do'stlar, Maqsud yo'q prosta. Qanqar. Zo'r joylar topib oldimi? Alo, girdimi? Lekin men o'rtoqlar xuddi shu telefonning rangida qo'limda 10 X9 turibdi. Ma'lum bo'lsam, Maqsudjon, qayerdasan? Sen deb dunyoni kezaman. Va do'stlar, men bilyarddan topib oldim bu parkdan. Qara. Ketdi, tushdi. Voy, yo'q, stop. Bu yaxshi emas ekan. Qoladik. Suba. Va oxirgisi qaramasdan mana bu yoqqa qarab. Voy. Albatta do'stlar, shuncha mehnat uchun hoziroq YouTube kanalimizga obuna bo'ling va like knopkasini bosib qo'ying. Chunki shunaqa katta mehnat kamida 100 ming like arziydi. Ammo esa Maqsudni qidirishim kerak. Qo'zg'alyapti. Obuna qara. Like bosinglar. Shu holda bu parkni ancha vaqt aylanib chiqib ham Maqsudni umuman topa olmadim. Do'stlar, uje 1 soatdan beri men mana shu parkda yuribman, charchab ketdim. Anqir. Ketamiz nechchi? Baribir 1 soatdan beri shuncha attraksion yurib, bitta ham, qanaqadir qo'rqinchli attraksionga tushganim yo'q, shuning uchun ham davayte mamnun chaman. Va do'stlar, bitta o'qdan ikkita qiyaman. Ya'ni Maqsuddan balanddan juda ham yaxshi ko'rinadi, ha? Ko'raman, u barman ko'rmaydi-yu. Abisiga orqasidan bo'lib tutib olamiz. Davra. Albatta do'stlar, shuncha mehnat uchun like bosib qo'yinglar. Azgina hayajon bor, lekin Maqsudni qarab turaman, ko'ring. Maqsud tutuling. Va albatta mana shu video kommentariyasiga Maqsud qochoq deb yozib qoldiringlar. Va do'stlar, men o'tirib oldim. Do'stlar, men tepaga chiqdim. Hozir cho'qotdi. Xullas o'rtoqlar, mana bu vid qaranglar, chiroyliligini hamma yoq yam-yashil. Eng qizig'i, bu parkning nomi Magic Castle ekan. Qaranglar, bu yerda anaqa o'yinchoqchali, mashinachalar bor ekan. Hamma mazza qilib o'chib yotishibdi. Mana bu manzarani qaranglar, do'stlar, mana bu manzarani qaranglar. Shu payt men tepadan turib atrofni kuzatayotganimda, mana shu voqea sodir bo'ldi. Uy, mana bu Sardormi? Maqsud! Uy, o'rtoqlar, 12 oldimdan chiqib qoldi. Yey! Pastda Maqsud yuribdi. Mana Maqsud. Maqsud ko'rdim o'rtoqlar. 12 2-3 minut o'sha hozir attraksionda o'chadi. Men ungacha qochib ketaman. 12! Shu Sardor! Oy bilan do'stlar, Maqsud qochib ketdi. Nimaga chiqdim attraksionga? Do'stlar, ko'rdinglar nima bo'lganda? Qayerga ketdi? Sardor ushab qolsang bo'lmaydi. Bu jinnimsan, ha? Shundan xuddi kulayotgandek bunaqa qilishgan. Bilmayman, men yerda yo'l ham yopiq. O'sha yana yo'qotdik. Ketdik, chiqdik parkdan. Va shunaqa qilib men shahar bo'ylab Maqsudning ortidan GPS yordamida quvlab bordim. Va ishonaveringlar, men anchadan beri bunaqa ko'p yugurmaganman. Lekin Maqsuddan menimcha boshi oqqan tomon yuqori yugurib ketaverganiga uni hech tutolmadim. Va yana meni omadsizligim tufayli Maqsud allaqachon bu yerlardan ketib, umuman meni xayolimga kelmaydigan joyga ketibdi.
O'rtoq, xullas hozir 12 kungacha men bu metrodan bemalol tushib boshqa bekatga ketib qolaman. Ishto omonaki adashib qolishi ham mumkin bu metroda, chunki bu metro juda ham katta. Qani ketdik. O'rtoqlar, maqsad mashina tushib ketdi va men yoqqa qarab ketdim. Ketdik yuramiz. Lekin do'stlar, bu yerda yo'llar ko'p qasdlar ketgan biling. Tualet kirib ko'ring. Ammas. O'rtoqlar, xullas men metroga ham kirib oldim va endi tezroq poyezdga chiqib olishim kerak. Mana shu yerda pastga tushib ketamiz. Yashim olgan shunga mana qochuvchi qiyin. Amitda ham yo'q. Agar metroga tushgan bo'lsa, o'zi nikah metrodan qochib ketadi. Yey, o'rtoqlar, o'sha mana metro ham keldi. Oman aka bo'ldi, o'zi yo'q. Shuncha odamning orasida men endi bemalol yashirinib kirib ketsam ham bo'ladi. Va bu paytda men esa Maqsudni umuman boshqa joylardan qidirib yurgandim. Do'stlar, menimcha Maqsudjon chiqdi. Menimcha yo'qotib qo'ydim do'stlar. O'rtoqlar, o'zimni vashshe yengil his qilyapman bor-ku. Nimaga desanglar, orqamdan shunday yugurib kelayotgan vaqtda razi bemalol qochib ketdim. Shuning uchun bitta albatta like bosib qo'yinglar. Ha, do'stlar, Maqsud allaqachon metroga tushib boshqa bekatga ketayotgandi. Lekin men esa bo'ldi o'sha endi. O'rtoqlar, val yig'ishtir kamerani. Ha, chiqadi, men qochib ketdim. Qanaqasiz siz bilan chiqib qoldingiz? Ko'rmadi bu sizni? Astoq, bu mashitni, bu prinsip vagonga chiqib qochmoqchi bo'lsa, davlat biz chiqqan vagonga tushib olamiz. Faqat iltimos, ko'rinib qolma, shuni berma, xo'p. To'g'risini aytsam, men bundan oldinroq bu yerosti poyezdiga chiqib olgandim va GPS yordamida va nihoyat Maqsudni ushladim. Do'stlar, shu bilan Maqsudni hamma ko'rsatgan, basharasiga qaranglar, o'rtoqlar, gapirmay jum. Hozir o'rtoqlar metrodan chiqilichiga hamma qaryapti. Chiqqansan? Chaq. Maqsud ichib oladi deysan, samar Toshkentga olishamiz. Do'stlar, pavozchamiz navbatdagi qismi kuchli bo'ldi. Da bu soat Maqsud ko'namadi, nabort bu mana. Turmadi. Nabort biz bu bilan mushuk chiqqan o'ynab yurdik. Lekin pavozchamiz yangi qismida 100% o'g'ridan keladi. Lekin o'ylashim bo'yicha do'stlar, bu nerealniy kontent bo'ldi chet eldan. Shuning albatta o'rtoqlar hozir videoga like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Chunki sizlar yaqinda navbatdagi olovli videolar kutyapti. Ketdik bilan. Agarda videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, Pavza challenge qachon chiqadi deb yozib qoldiringlar. Balkim keyingi video shu bo'ladi. Aytgancha, mana bu videoni YouTube saytiga tavsiya qilyapti. O'tib ko'ringlar.